belimda juda ko'p grija disklar bor edi. Boshim aylanardi. Xudoga shukr, 3 kunda natijasini bildim. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ana men Buxoro viloyat Qorako'l rayonidan kelganman. Jondor, Buxoro viloyat Jondor tumani Ilhomjon asalari shifo klinikasiga davolanish uchun keldim. Men kelganimda grija disklar, belimda juda ko'p grija disklar bor edi. O'shanga davolanyapman. Boshim aylanardi. Xudoga shukr, 3 kunda natijasini bildim. Bu shifoni shart-sharoitlar, shifoxonani shart-sharoitlari ham juda yaxshi. 3 mahal issiq ovqat, yotoqxona juda yaxshi, ma'qul bo'ldi. Agar kimda davolanish istagi bo'lsa, marhamat kelinglar, ishonarli ekan. Bu avvaldan bilamiz, asalari Alloh mo'jizasi, tabiiy yo'l bilan davolanish mumkin.